Bismillahirrohmanirrohim. Suratlar haqida so'rabdilar. Suratlar bu harom, kabira gunoh, surat chizishlik yoki chizdirishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki: "Inna ashaddan nasi yawmal qiyamati azaban al-musawwirun." Qiyomat kunida eng azobi qattiq insonlar tasvirchilar deganlar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda ularni la'natlaganlar. La'nallohul musawwirin. Alloh tasvirchilarni la'natlasin deganlar. Yoki boshqa hadisda buning hattoki inson o'zi chizmasa ham, uyda chizilgan suratlar bo'lsa ham bu nojoizligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Innal malaikata la tadkhulu baytan fihi sura va la kalb." Malaikalar surat bo'lgan uyga ham, it bo'lgan uyga ham kirmaydi deganlar. Ba'zi rivoyatlarda kelgan, bu sahih hadisda kelgan, bu ham Sahih Buxoriyda. Oysha onamiz aytganlar: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni uyimga kelib, eshikning oldida turib qoldilar deydilar. Shundan keyin: "Ya Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin, men nima gunoh qildim, ayting" deganimda, "Mana eshigingdagi parda nima?" dedilar. Ya'ni pardada ya'ni surat bo'lgan. Shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurganlar, keyin u pardani olib oyoq osti qilinadigan to'shak qilib qo'yilgan. Ulamolar shundan olishganki, agar surat oyoq osti qilinadigan narsada bo'lsa, joiz. Ya'niki masalan gilam qilib qo'yadi uni, oyoq osti qilib bosiladigan, yoki masalan o'zimizda ko'rpachalarni tagiga jild qilib qo'yadi yoki ichki qavatiga jild qilib qo'yadi. Ana shunaqangi oyoq osti qilinadigan narsalarga bo'lsa, surat bo'lsa, uni endi tashlab yuborilmasligi uchun joiz bo'ladi. Lekin kiyimlarda surat bo'lishligi yoki inson joy namozi yoki insonni boshqa shunaqangi hurmatli narsalarida namoz rasm bo'lishligi yoki uyda devorlarda surat chizilgan bo'lishligi, bunda hech qanday ixtilof yo'q, bu harom. Unda u uyga farishta kirmaydi. Va farishta kirmagani bu o'ganligi u uyga bir rahmat yiroqlashgan uy bo'ladi. U uy ya'ni Alloh taoloni g'azabiga uchraydigan narsalar, la'natiga uchraydigan narsalar jamlangan uy bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlarida Ka'baning ichiga kirsalar, mushriklar Ibrohim alayhisalom bilan Ismoil alayhisalomning suratini osib qo'yishgan bo'ladi. Shunda Rasululloh u mushriklarni la'natlab, Ibrohim alayhisalom, Islom alayhisalom suratlarini yirtib chiqarib tashlaydilar. Mana bu dalolat qiladiki, demak, bu ixtiyoriy ish emas, inson undan saqlanishligi vojib. Surat bor uyga va surat bor xonadonga kirmaydi va u yerda o'tirmaydi ham. Shuning uchun hozirgi zamonda ham e'tiborsiz bo'linadi. Ko'pincha insonlar masalan kiyimlarda, xususan yosh bolalar kiyimlarida ko'pincha suratlar bo'ladi. O'shalarni man qilinishligi kerak va Alloh taoloning la'natiga sabab bo'ladigan narsalardan. Va xususan yana insonlar hozirgi zamondagi qog'ozga chiqarilgan fotosuratlardan ham saqlanishligi kerak. Illa zarurat uchun chiqarilgan, qog'ozga chiqarilgan fotosuratlar joiz. Ya'ni dokumentlar uchun masalan fotosurat qog'ozga chiqariladi. Bu narsa zarurat deyiladi. Ad-darurat tubihul mahzurat. Zaruratlar yomon man qilingan ishlarda ham muboh qiladi. Shuning uchun bu zaruratlar istisno. Lekin shunchaki inson esdalik qilib suratini qog'ozga chiqarib qo'yishligi, bu narsa yuqoridagi surat chizish hukmiga kiradi va o'sha qaytarilgan hukmga kiradi. Lekin jihozlardagi fotosuratlar, masalan hozirgi zamonda kompyuter yoki televizorda ichidagi fotosuratlar, bular u qaytarilgan fotosurat hukmiga kiradi deb, uni bilan la'natlanadi deb aytib bo'lmaydi. Chunki bu insonni o'zini go'yoki aksidek gap. Go'yoki inson masalan uyda oynaga qarashligidan qaytarilmagan, ko'zguda o'zini ko'rishligidan. Chunki bu unda suratni chizayotganligi yo'q yoki unga ishlov berayotganligi yo'q. Shunchaki ko'zgudan o'zini ko'ryapti. Hozirgi zamondagi fotosuratlar jihozlarda ichida turganda ham xuddi shu hukmda bo'ladi. Inson go'yoki oynaga qaragandek gap bo'ladi. Lekin uni qog'ozga chiqarish, unga ishlov berishlik bo'ladi, bu bilan inson surat chizganligiga kirib qoladi. Shuning uchun qog'ozga chiqarilmaydi. Albatta bu bilan fotosuratga tushishlik joizligida ixtilof bor aslida. Buni harom degan va haqiqiy tasvir hukmida degan ulamolar ko'p. Ehtiyot jihatidan inson aslida behudaga
O'sha fotosuratga ham tushirmasligi yaxshi, lekin buni harom deb bo'lmaydi. Ya'ni hozirgi jihozlarda fotosuratga tushishlikdi. Va keyin bu yana fotosuratlar jihozning ichida turganda u surat hukmida bo'lmaydi. Shuning uchun ham masalan hozirgi kundagi telefonlardagi Qur'onlar ham Qur'on hukmida bo'lmaydi, modomiki uni ekranida turmasa. Shuning uchun ham uni hojatxonaga ham hattoki u bilan kirsa bo'laveradi. Agar u Qur'on ekranida turmasa jihozlarda, shu bilan u Qur'on hukmida bo'lmaganidek, suratlar ham xuddi shunday. U suratlar ham jihozni ekranida turmasa, bu bilan u surat hukmida hisoblanmaydi va uni ichidagi bir ma'lumotga o'xshab turadi. Bu bilan surat deyilmaydi. Allohu a'lam.